$99.200 ga 3-qavatdan 5 xona hujjatimiz bo'yicha 98 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan upakovka xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Lokatsiya Qoraqamish 1-2. O'zini avtoparkovkasi shunaqangi tinch hovlilariga ega. Uyimiz 5 qavatli uyda 3-qavati talabgir qavatda joylashgan. Oxirigacha ko'ring, uy bilan tanishamiz. O'rtoqlar, uy bilan tanishadigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, asosiy kirish eshigimiz, hol, razdelli xonadonga o'tsak bo'ladi. O'ngga qaraydigan bo'lsangiz, ko'ryapsizlar, hozirda bolalar yotoqxonasi, hozirda o'tirib choy ichishlik uchun sharoit qilib qo'yilgan. Koridor bo'ylab keyingi xona kattalar uchun yotoqxona ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Buni yonginasida bolalar yotoqxonasiga o'tsak bo'ladi. Uyimiz upakovka, remont holatlari idealniy. Ijara qo'ysangiz yoki o'zingiz yashashlik uchun zo'r variant. Xo'p, to'g'riga o'tadigan bo'lsak, kirganimizda mehmonxona ko'ryapsizlar, stol stullari, konjorlari, barcha ehtiyoj uchun kerakli narsalar qo'yib qo'yilgan. Buni yonginasida yana bitta yotoqxonaga o'tsak bo'ladi. Videoda ko'rayotgan barcha mebel texnikalar qoladi. Bu tomonda razdelniy sanuzlimiz, hojatxonasi, buni yonginasida esa hammomi ko'ryapsizlar. Buni yonidan oshxonaga o'tsak bo'ladi. Mebelovkalarga maza qilinib, shunaqangi sifatli mebellarni qo'yib qo'ygan ekanlar. Ko'ryapsizlar. Bu tomonda o'zining shunaqangi tapchalari, orqa hovliga qaragan oynalari ham mavjud. O'rtoqlar, shunaqangi komplekt xonadon, katta xonadon so'raganlarga tashab qo'yinglar. Pastda raqamlarimizni qoldiryapmiz. Hoziroq aloqaga chiqib bosib oladigan joyi.